Agar soliqlarni o'z vaqtida to'lasak, zamonaviy tibbiyot muassasalari bunyod etilib, ularda eng so'nggi tibbiy uskunalar va innovatsion texnologiyalar joriy etiladi. Natijada malakali shifokorlar tomonidan yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilib, aholining sog'lig'i yanada mustahkamlanadi. mana shunday zamonaviy tibbiyot texnologiyalaridan foydalanib davolana olamiz. Maktablarda bolalar uchun zamonaviy sport inshootlari, sifatli ta'lim olishlari uchun zamonaviy ta'lim uskunalaridan foydalanib, Yorug' va shinam xonalarda ta'lim oladilar. Natijada malakali va tajribali o'qituvchilar tomonidan yuqori sifatli ta'lim berilib, o'quvchilarning bilim saviyasi, mustaqil fikrlashi hamda ijodiy qobiliyatlari yanada rivojlanadi. To'langan har bir soliq jamiyat salomatligi va yoshlar kelajagiga kiritilgan eng muhim sarmoyadir.